beboy aka. Ha, ularni chiroyli qilib jo'natib yubordim. Pul berishdi o'rniga bo'yniga qarz ilib turib, har oyning boshida amrizga muntazir qilib qo'ydim boy aka. Boy aka, o'rningizga 6 oy o'tirib chiqqanim yetar, o'zingiz o'tiravering. Labbe boy aka. Xo'p bo'ladi boy aka. O'rnimga kalla tasharmish. Mana ularga kelganda erinmaydi. Shu kalla tashashga ham menda endi. Voy. Xo'p bo'ladi boy aka. Qarzi bor odam bemalol cho'milolmasinmi? Prosentga pul olmay men o'lay. Prosent harom hisoblanadi. Foiz deyiladi. Boy aka, marhamat. Xo'p bo'ladi boy aka. Boy aka nima dedi? Boy aka aytdilar-ki, hozirgi bergan pulingiz siz olgan pulning nevarasi ekan. Nevarasi nima endi? Olgan pulingizni foizi bolasi hisoblanadi. Vaqtidan cho'zilib ketilgan pul esa nevarasi hisoblanadi. Sizni hali oldingizda bolasi yana tan narxi turibdi. Ishni qattiq qilavering boshliq. Boy aka, ishlarimiz zo'r ketyapti. Faqat ana bir dona kvartirani 9 ta odamga sotuvdik-ku. Shu 10-chi odam bilib qolib ustimizdan yozib yuboribdi. Kimdir bo'yniga olish kerak bo'lyapti.